Assalomu alaykum. Andijon IB hafta ichida ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Bugungi dasturimiz orqali ham Andijon viloyati ichki ishlar organlari tomonidan o'tgan bir hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, jinoyat va hodisalarning batafsil tafsilotlari bilan yaqindan tanishasiz. Xo'jaobod tumanida xavfsiz kun va sokin tun shiori asosida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan profilaktik ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 1-son qarorida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, Xo'jaobod tumanida xavfsiz kun va sokin tun shiori asosida mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish maqsadida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan yo'riqnoma o'tkazildi. Yo'riqnomada aholi osoyishtaligini ta'minlash va jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, hamkorlikda amalga oshiriladigan profilaktik tadbirlar belgilab olindi. Shundan so'ng tuman hududida keng qamrovli tadbirlarni amalga oshirishga kirishildi. Xususan tumanda yo'l transport hodisalarini oldini olish, sodir etilishi mumkin bo'lgan ayanchli hodisalardan aholini ogohlikka chaqirish maqsadida keng qamrovli reyd tadbirlari o'tkazildi. Probasiya hisobida turib jazo o'tayotgan shaxslarni qayta jinoyat sodir etishga yo'l qo'ymaslik borasida profilaktik suhbatlar olib borilib, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish, bandligini ta'minlash masalalariga ham katta e'tibor qaratildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi qo'riqlash boshqarmasi xodimlari tomonidan aholiga zamonaviy qo'riqlov signalizatsiya vositalarini o'rnatishning afzalliklari, qulayliklari to'g'risidagi profilaktik targ'ibot ishlari amalga oshirilib, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarini zamonaviy kuzatuv kameralari, qo'riqlov vositalari bilan jihozlash ishlari tashkil etilmoqda. Bundan tashqari jamoat joylarida, xususan bozorlarda o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarda xo'jalik va boshqa maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan o'tkir tig'li jism hisoblanuvchi pichoq va boshqa buyumlarni nazoratsiz qoldirilishi oqibatida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olish maqsadida xavfsizlik choralari ko'rilib, ushbu targ'ibotlarda pichoqni ochiq holatda qarovsiz qoldirilishi tufayli sodir bo'lgan ayanchli voqeliklar aniq misollar orqali fuqarolarga yetkazilib, barcha ogohlikka chaqirildi. Xo'jaobod tumanida tungi vaqtlarda ham aholi osoyishtaligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, hamkorlikda amalga oshiriladigan profilaktik tadbirlar belgilab olindi. Hozirda tuman hududida jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga qaratilgan hamkorlikdagi keng qamrovli tadbirlar davom ettirilmoqda. Joriy yilning 23-iyun kuni Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida Ichki ishlar vazirligi akademiyasining 1 va 2 bosqich kursantlari hamda ularning ota-onalari bilan ish o'rganish amaliyoti oldidan uchrashuv o'tkazildi. Ushbu tadbir Ichki ishlar vazirligi akademiyasi mas'ullari, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati va Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari ishtirokida bo'lib o'tdi. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2019-yil 30-sentyabrdagi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursant va tinglovchilarining ichki ishlar organlarida amaliyotlarni tashkil etish to'g'risidagi buyrug'i asosida amaliyot davomida zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni olishlari, shuningdek amaliyot davomida har qanday ko'ngilsiz holatlarga yo'l qo'ymasliklari bo'yicha atroflicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi akademiyasining kursantlari ish o'rganish amaliyoti davomida o'zlarining kelajakdagi professional faoliyatlari uchun zarur bo'lgan bilim va tajribalarni mustahkam egallashlari zarurligi bo'yicha ham atroflicha suhbatlar olib borildi. Tadbirda kursantlarga biriktirilgan murabbiylar tanishtirilib, amaliyot davomida xizmat intizomi va qonunchilikka qat'iy rioya qilish bo'yicha topshiriqlar berildi. Tadbir yakunida Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'z bilim va tarbiyasi bilan boshqalarga namuna bo'lib kelayotgan kursantlarga va ularning ota-onalariga tashakkurnoma va minnatdorchilik xatlari tantanali ravishda topshirildi. Har qanday davlatning barqaror taraqqiyoti avvalo jamiyatdagi tinchlik va osoyishtalikka bevosita bog'liq. Shu bois mamlakatimizning ichki ishlar organlari tizimini zamonaviy talablar asosida isloh qilish, moddiy texnik ta'minotni mustahkamlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu ezgu maqsadda Ichki ishlar vaziri tashabbusi bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni ixtiyoriga berilgan zamonaviy xizmat avtomobillarini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Sanjar Jabarov so'z olib, ajratilayotgan ushbu xizmat avtomashinalari xodimlar harakatchanligini oshirish, jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklarning oldini olishda xizmat samaradorligini yanada yuksaltirishga xizmat qilishi e'tirof etildi. Shundan so'ng patrul post xizmati batalyoni ixtiyoriga yangi zamonaviy talablarga javob beradigan xizmat avtomobillari tantanali ravishda topshirildi.
O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan ichki ishlar organlariga yaratilayotgan shart-sharoitlardan kelib chiqib, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoniga xizmatda foydalanish uchun zamonaviy rusumdagi Cobalt avtomashinalar berildi. Ushbu Cobalt avtomashinalarga yuzda tanib oluvchi 360 gradusli kameralar bilan jihozlangan. Avtomashinalarga o'rnatilgan 360 gradusli kameralarimizning maqsadi fuqarolar gavjum joyda yuzni tanib oluvchi, qidiruvdagi shaxslarni tezkorlik bilan aniqlash hamda qalqon dasturiy tizimi orqali qidiruvdagi shaxslarni ushlashda ichki ishlar organlari xodimlariga qo'l keladi. Ushbu kameralar fuqarolarimizga ma'lumot o'rnida yetkazishimiz kerak. Yo'l harakati qoidasini buzganligi uchun jarimalar yozilmaydi. Faqat fuqarolarni yuzdan tanib olish, qidiruvdagi shaxslarni aniqlash, tezkorlik bilan harakat qilish maqsadida foydalaniladi. Darhaqiqat mazkur avtotransport vositalari zamonaviy texnik jihozlar va xavfsizlik tizimlari bilan ta'minlangan bo'lib, xodimlarga kundalik xizmat vazifalarini samarali bajarishda katta yordam beradi. Bu kabi amaliy tashabbuslar jamoat xavfsizligini ta'minlashga, patrul post xizmatlarining manzilli va tezkor faoliyatini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga xizmat avtomobillari xodimlar uchun qulay sharoit yaratishga va ularning mehnat unumdorligini yanada oshirishga ham ko'makchi bo'ladi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi va qo'riqlash boshqarmasi xodimlari tomonidan Qo'rg'ontepa tumani markazida joylashgan Dehqon bozori hamda Kamolot savdo kompleks hududlarida tadbirkorlar ishtirokida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Mazkur tadbir davomida bozorda faoliyat yuritayotgan savdogar va tadbirkorlarga qo'riqlash xizmatining ahamiyati, uning mol-mulk va xavfsizlikni ta'minlashdagi roli haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarga asoslangan qo'riqlash vositalari, signalizatsiya tizimlari va ularning samaradorligi haqida amaliy ko'rsatmalar namoyish etildi. Tadbir ishtirokchilari xizmat ko'rsatish tartibi va arzon tariflari bilan yaqindan tanishdilar. Targ'ibot jarayonida ushbu xizmatdan foydalanish istagini bildirgan fuqarolarning arizalari ham o'sha joyning o'zida qabul qilindi. Bozor hududimizda shu jinoyatchilikni oldini olish maqsadida har bitta bloklarimizni kameralashtirdik. Hattoki yuz tanuvchi TTZ kameralarni o'rnatganmiz. Endi bu bilan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlarning mol-mulkini ishonchli qo'llarga topshirish, ishonchli qo'riqlash sifatida shu ichki ishlar bilan hamda qo'riqlash bo'limi bilan hamkorlikda bozor ma'muriyati har bitta tadbirkorlarga bir tushunchalar olib borildi. Qo'riqlash xizmati bu nafaqat mulk muhofazasi, balki har bir fuqaro uchun tinch va osuda hayot kafolatidir. Shu sababli o'z mulki va xavfsizligini ta'minlashni istagan har bir fuqaro hamda tadbirkor qo'riqlash xizmati bilan hamkorlik qilishga intilishi maqsadga muvofiqdir. Bu kabi targ'ibot tashviqot ishlari Andijon viloyatining barcha tuman va shaharlarida jadal sur'atlarda davom ettirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 1-son qarorida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, Asaka tumanida xavfsiz kun va sokin tun shiori asosida mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish maqsadida barcha hamkor tashkilotlarni jalb etgan holda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan yo'riqnoma o'tkazildi. Yo'riqnomada aholi osoyishtaligini ta'minlash va jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, hamkorlikda amalga oshiriladigan profilaktik tadbirlar belgilab olindi. Shundan so'ng tuman hududi bo'ylab keng qamrovli tadbirlarni amalga oshirishga kirishildi. Xususan o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida fuqarolarning yonlarida va avtomashinalarda bemaqsad turli tig'li buyumlarni olib yurish holatlariga chek qo'yish hamda pichoq olib yurish ayanchli oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligidan aholini ogohligiga chaqirishga asosiy e'tibor qaratildi. Olib borilgan reydlar davomida bemaqsad tig'li jismlar olib yurish bilan bog'liq bir qator holatlar aniqlanib, ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda jazo choralari ko'rildi. Bundan tashqari jamoat joylarida, xususan bozorlarda o'tkazilgan profilaktik tadbirlarda xo'jalik va boshqa maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan o'tkir tig'li jism hisoblanuvchi pichoq va boshqa buyumlarni nazoratsiz qoldirilishi oqibatida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olish maqsadida xavfsizlik choralari ko'rilib, ushbu targ'ibotlarda pichoqni ochiq holatda qarovsiz qoldirilishi oqibatida sodir bo'lgan ayanchli voqeliklar aniq misollar orqali fuqarolarga yetkazildi. Hozirda tuman hududida jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga qaratilgan hamkorlikdagi keng qamrovli tadbirlar davom ettirilmoqda.
Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'i talablari asosida muntazam ravishda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun ma'naviyat va ma'rifat darslari o'tkazib kelinmoqda. Bugun 28-iyun kuni o'tkazilgan ma'rifat soatida dastlab 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Yangi O'zbekiston bunyodkorlari mavzusida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Andijon viloyati kengashi raisining o'rinbosari Baxtiyorjon Norqobilovning ma'ruzasi tinglanib, unda yurtimiz aholisining 60% dan ziyod qismini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil qilishi, shu bois ham mamlakatimizda yoshlarga g'amxo'rlik qilish, ular kelajakda komil inson bo'lib voyaga yetishi va yurt taraqqiyoti yo'lida o'z imkoniyati va salohiyatini ishga solishi uchun barcha sharoitlar yaratib berilganligi bo'yicha atroflicha ma'lumotlar berildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan qonunchilik va xizmat nizomini mustahkamlash yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar atroflicha muhokama qilinib, kelgusidagi aniq vazifa va chora-tadbirlar belgilandi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi so'ngida 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan bir guruh yosh xodimlar Ichki ishlar vazirligining turli darajadagi mukofotlari bilan munosib taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2025-yil 28-yanvar kungi tegishli buyrug'iga asosan Ichki ishlar vazirligi tibbiyot boshqarmasi tizimidagi markaziy tibbiy muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan malakali mutaxassis shifokorlari ishtirokida biriktirilgan tarkibga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlarni yanada yaxshilash, davolash va sog'lomlashtirish ishlarini takomillashtirish, shaxsiy tarkib orasida o'tkazilayotgan profilaktik tibbiy ko'rik samaradorligini oshirish, kasalliklarni yashirin davrlarda erta aniqlash va davolashni tezkor tashkil etish maqsadida joylarda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. Xususan, joriy yilning 23-25-iyun kunlari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tibbiyot boshqarmasining markaziy davolash profilaktika muassasalari yetakchi tor mutaxassis shifokorlari tomonidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limiga biriktirilgan shaxsiy tarkibi, nafaqadagi xodimlari, Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari harbiy xizmatchilari, Andijon viloyati qo'riqlash boshqarmasi xodimlari va ularning oila a'zolari, shuningdek bemorligi tufayli mustaqil yurish qobiliyatini yo'qotgan ichki ishlar organlari xodimlari, xizmat davrida orttirilgan kasalligi tufayli nogiron bo'lib qolgan bemorlarning yashash joylarida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikning dastlabki kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi xodimlari bilan yig'ilish o'tkazilib, tadbirning mazmun mohiyati atroflicha tushuntirildi. Shuningdek, malakali mutaxassislar tomonidan bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan suyak bo'g'im sistemasi uchrayotgan kasalliklar, asoratlar va ularni davolashda markaziy gospitalda qo'llanilayotgan zamonaviy davolash usullari va yaratilgan sharoitlar haqida ma'lumotlar berildi. Tadbir davomida viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi poliklinikasi tomonidan dispanser nazoratiga olingan bemorlar rejaga asosan chaqirilib, kerakli mutaxassislar tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shu bilan birgalikda tor mutaxassis shifokorlar tomonidan mahorat darslari ham tashkil etildi. Bundan tashqari Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limiga biriktirilgan, xizmati davomida olgan jarohati tufayli nogiron bo'lib qolgan va nafaqadagi 8 nafarining yashash joylariga borilib, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etildi hamda ularga kerakli tibbiy maslahatlar yetkazildi. Tibbiy ko'rik davomida jami 407 nafar bemor ko'rilib, 142 nafar bemorga statsionar, 84 nafariga ambulator hamda 30 nafariga sanator kurort sharoitda davolanish bo'yicha tavsiyalar berildi. Jami ko'rilgan bemorlar orasida jarrohlik yo'nalishida statsionar davolanishga va jarrohlik amaliyoti o'tkazishga muhtoj deb topilgan bemorlarni joriy yil mobaynida Ichki ishlar vazirligi markaziy gospitali jarrohlik bo'limlarida sog'lomlashtirish rejasi tuzilib, reja nusxasi hamda sog'lomlashtirish uchun yuborilgan bemorlar to'g'risidagi ma'lumotnoma har oy Ichki ishlar vazirligi tibbiyot boshqarmasiga yuborilishi va sog'lomlashtirish ishlari tibbiyot bo'limi boshlig'i zimmasiga yuklatildi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tibbiyot boshqarmasining markaziy davolash profilaktika muassasalari yetakchi tor mutaxassis shifokorlari tomonidan tashkil etilgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar xodimlar va ularning oila a'zolarini sog'lig'ini yanada mustahkamlashga xizmat qilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Andijon viloyatida transport vositalarini olib qochish bilan bog'liq sodir etilgan jinoyatlar tahlil qilinganda, ularning aksariyati tungi vaqtlarda sodir etilayotganligi va ushbu jinoyatdan jabrlangan fuqarolarning ko'pchiligi avtomashinalarining kalitini ichida qarovsiz qoldirishlari oqibatida sodir bo'lganligi ma'lum bo'lmoqda. Shundan kelib chiqib, Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tungi vaqtlarda aholi vakillarining avtomashinalari nazorat tartibida tekshirilganida, ularning aksariyati transport vositalarini ochiq va qarovsiz holatda
eng tashvishlanarlisi kalitini ham ichida qoldirganligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari bir qator savdo do'konlarining xavfsizligi talab darajasida tashkil etilmaganligi o'rganishlar davomida ayon bo'ldi. Fuqarolarning o'z mol-mulklariga nisbatan beparvo munosabatda bo'layotganligini yuqoridagi tasvirlardan ham yaqqol ko'rish mumkin. Shu o'rinda barcha yurtdoshlarimizdan qisqa vaqtga bo'lsa ham avtomashinalarini doimo qulflab, uning eshik va oynalarini yopib, kalitini esa aslo uning ichida qoldirmasliklarini so'rab qolamiz. Zero hushyorlik xavfsizlik garovidir. Mulkingizga ehtiyotkorlik bilan yondashing va o'zingiz hamda yaqinlaringizning osoyishtaligini ta'minlang. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tashabbusi bilan Xo'jaobod tumanida xotin-qizlar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish maqsadida bir qator ishlar olib borildi. Nizolashayotgan oilalarni o'rganish zaruriyati shundan iboratki, sudlar tomonidan mazkur turdagi ishlar ko'rilgunga qadarli va mazmunan ko'rib chiqilgandan keyin ham nizolar bartaraf etilmagan holatlar ko'plab uchraydi. Chunki qabul qilinadigan qaror muayyan shaxsning manfaatlarini ilgari suradi va bu boshqa bir shaxsning manfaatlariga to'g'ri kelmasligi tabiiy hol albatta. Nizolning bartaraf etilmaganligi kelgusida uning kuchayganidan kuchayib, oila turmush doirasidagi jinoyatlar sodir etilishiga, kimnidir jinoiy javobgarlikka tortilib, ozodlikdan mahrum qilinishiga yoki kimnidir bu hayotdan bevaqt ko'z yumishiga ham olib kelishi mumkin. Xo'jaobod tumanida olib borilgan xavfsiz kun va sokin tun shiori ostidagi profilaktik tadbirlar davomida nizolashayotgan ajrim yoqasidagi shaxslarning yashash xonadonlariga kirilib, ular bilan yakka tartibda profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Bir qator ajrim yoqasidagi oilalar yarashtirilib, ularga huquqiy tushunchalar berildi. Umuman olganda bu kabi profilaktik ishlardan ko'zlangan maqsad xotin-qizlar o'rtasidagi huquqbuzarliklarni bartaraf etish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, huquq va manfaatlarini himoya qilish orqali tumanda sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirishdir. Biz yashab turgan jamiyatda har bir voqea, hodisa bu bizning hayotimiz, kelajagimiz, farzandlar taqdiri bilan bevosita bog'liq. Atrofimizda yuz berayotgan har qanday holat qonunbuzarlikka nisbatan befarq qolish, bu o'zimizga nisbatan ham mas'uliyatsizlik demakdir. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali ham biz barchangizni hushyorlikka, ziyraklikka va eng muhimi faol fuqarolik pozitsiyasiga chaqirmoqchimiz. Agar har birimiz yon atrofimizda sodir bo'layotgan voqealarga e'tiborli bo'lsak, jamiyatimizda tinchlik, osoyishtalik va barqarorlikni yanada mustahkamlashga hissa qo'shgan bo'lamiz. Salomat bo'ling.